O'tgan yilga nisbatan bu yil yanada yomonlashdi Pluto. Buni savdosi juda yaxshi bo'lyapti, uzluksiz. Uzluksizligi juda odamlarga yoqyapti. Hozir bozor narxi past bo'lsa olib borib saqlab qo'yib, keyin qishda ham bahorga doğru salanish yaxshiligi uchun ommaviylashayapti, ko'payyapti yildan yil. Bu yil o'tgan yilga nisbatan 2 barobar ko'paydi ekilish. Shu Rossiyaga eksport qilinadi desa, ko'pchilik hayron qolishdi-da. Oshqovoqqa ham fura qo'yadimi degan gap qilishdi-da. Bo'ldi, fura eksport bo'ldi. Kilosini 7000 so'mdan. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bizni kuzatuvchilar. Farg'onadamiz, Toshloq tumanida, mashhur Besarang qishlog'ida. Bu yerda hozir qo'ldosh akami tomorqalaridamiz. Suhbatni Ixtiyor bilan birga amalga oshiramiz. Sababi Ixtiyor akam shu hududda bulut ommalashtirayotganiga bir sababchilardan biri. Ixtiyor aka, avvalambor assalomu alaykum. Assalom. Shu qilayotgan mehnatlaringizga Alloh rozi bo'lsin, yordam berayotganlaringizga rahmat sizga katta. Pluto haqida o'zingiz fikringiz qanaqa? Masalan, shu qishloqda, masalan, o'zingiz masalan ancha ulg'ayib kelib sotdingiz. Odamlarda fikri, xaridorligi, masalan, endi qovun ko'p ekiladi, qovunga solishtirganda. O'tgan yilga nisbatan bu yil yanada yomonlashdi Pluto. Buni savdosi juda yaxshi bo'lyapti, uzluksiz. Uzluksizligi juda odamlarga yoqyapti. Hozir bozor narxi past bo'lsa olib borib saqlab qo'yib, keyin qishda ham bahorga doğru salanish yaxshiligi uchun ommaviylashayapti, ko'payyapti yildan yil. Bu yil o'tgan yilga nisbatan 2 barobar ko'paydi ekilish. Yaxshi narsa bu. O'tgan yilgi narx-navo qanaqa edi-yu, bu yilgi narx-navo qanaqa bo'ldi? O'tgan yilga nisbatan hozir narx o'tgan yilgi narxga tushib qoldi. Yo'q, boshlanishi demoqchi. Boshlanishi yaxshi bo'ldi. Furaga eksport bo'ldi. Bu yil haligi ko'pchilikka aytamiz, o'sha Farg'onada, Toshloqda fura qo'yilyapti. Shu Rossiyaga eksport qilinadi desa, ko'pchilik hayron qolishdi-da. Oshqovoqqa ham fura qo'yadimi degan gap qilishdi-da. Qo'ysangiz-chi, qovun deng, tarvuz deng, gilos deng, lekin oshqovoqqa eshitmaganmiz. Bo'ldi, fura eksport bo'ldi. Kilosini 7000 so'mdan. 7000 so'mdan boshlandi. 7000 so'mdan olindi furaga. Keyin ichki bozor yaxshi bo'ldi boshida. Ichki bozor? Ichki bozor ham yaxshi bo'ldi. Hozir sotgan narx past bo'lsa yoqmagan sotmayapti. Sotgan hozir ichki bozorga tortyapti, sotmagan saqlab qo'yilyapti. Mana shu tarafi juda zo'r ekan. Buni qish bilan saqlab, bahorga olib chiqib sotish, qishda sotishi. Kuzga doğru uzluksiz bo'lavergani yaxshi ekan. Hozir misol qovunni kilosi 4000 so'mda, qovun kilosi 4000, 3000, 4000 ga tushib hozir. Shu kilosi 4000, 5000. 4000, 5000. Bitta davomiyligi zo'r. Kech-kuzgacha turadi. Kech-kuzga doğru turaveradi. Shunisi yaxshi. Hozir dehqon akamiz, qo'ldosh akamiz bilan suhbatlashganimizda ham hozir bugungi narx 4000 dan Farg'onaga bozorga olib beryapman deyapti. 550 ta shu yerga ekilgan, 500 kilo olib borib beryapman deyapti. Bunaqa hozir ko'p xonadonlar. Ko'p bunaqa. Kichkina xo'jalik tomorqalarga ekilish ko'payib ketdi. Mana xuddi shunaqangi kichkina tomorqalarga ekilish ko'payib ketdi. Mana Bodringda o'rniga shu Pluto, qovunni o'rniga Pluto, mana shunga ommaviylashib ketyapti odam. Hali qovunni bir kun sotmasangiz, o'tib ketadi. O'tiradi. Bu saqlanishi zo'r. Shu tarafi eng yoqqan taraf. Saqlanish. Uzluksiz, kuzga doğru uzluksiz bo'lishi-yu, saqlanishi mana shu tarafi juda zo'r. Shu taraf juda zo'r bo'ladi. Keyin qovunni narxiga buni o'zi aslida qovundan arzon bo'lgan taqdirda ham yaxshi-da. Qovunda endi bitta ikkita meva. Kim qisqa muddat. Bunda hozir 10 ta 15 ta. Eng kamida. Kilosini hozir 4000 dan 2000 dan sotgan taqdirda ham bir tutdan u kami 10 ta qilganda ham qovundan juda katta yaxshi. Farqi zo'r. Farqi yaxshi. O'rtacha meva 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo.
2 kilo, 3 kilo shunaqa. 2 kilo, 3 kilo. Boshiki mevalar ichcha maydaroq bo'ladi, boshqa mevalar. Keyin kattalashib ketyapti. Bu oshqovoqqa, urug'ga hozirdan nima zakaz nimasi, zakaz hozirdan so'rashni boshlashdi. Xudo barakasini. Chunki mana hozir bitta sizda mana Xorazmda ham bir ommalashyapti. Mana ayniqsa mana Chinoz tarafda juda ko'p. Surxondaryo. Urug' ikkinchi ekinga urug'i ulgurmadi ekan. Urug' Ulgurmay qoldi. Biz ham harakat qilyapmiz endi, Xudoga shukr, mana sizlar sabab ancha ommalashdi bu yoqda ham. Sekin-sekin qovun o'rniga ekilib ommalashib boryapti. Xudo barakasini bersin dehqonlarimizga, qilayotgan dehqonchiliklarga. U Plutosi, keyin hali Barbara Atlasnoy. Bu ichki bozorga o'sha Atlasnoy, o'sha juda yaxshi. Xudo barak. Bu yerda endi qisqacha ekish sxemalari qanaqa bo'lgan? Ekish sxemalar pushtalarimiz. 3,5 3,5 pushta bo'lgan. 3,5 pushta 90 oraliqqa kelgan. 90 ga kelgan. Ha, bu pushta 4 metr bo'lishi kerak. Ha. 3 metr ham kichkinalik qiladi. 3 metr kichkinalik. 4 metr. Iloji boricha shu suvni ko'proq sharbat bilan suv ko'p. Bu ham gibridda, o'zi asli o'sha dehqonlar, ko'p dehqonlar endi tushunilyapti, bir gibrid narsalarni kuchom suvdan qamtarmaslik kerak. Ha. Buni o'zimiz hali eski qo'shqoq dehqonlar hali qantar o'shina hali ham borda o'sha fikr. Aha. Buni gap bo'yicha o'sha haqiqatan gibrid suvda umuman qismaslik kerak. Ana yaxshi hozir mana. Xudo xolasa kech kuzgacha nasib bo'lsa olib boriladi. Kasallik yo'q. Qaraymi? Zo'r mana u narsa. Xo'jaga Xudo barakasini bersin. Ixtiyorga sizga ham katta rahmat. Xudo xolasa hali yana bir kelamiz. Keyingi etaplarni bir ko'rsatib ketgani. Hali necha kun uzyapman dedingiz buni? 3 kunda etapda. Ha. 3 kun 4 kunda 500 kilo 500 kilo ketyapti bu yerdan. Bu degani har bir tupga o'rtacha 1 kilodan uzilyapti. 3 kun 4 kunda. Chunki 550 ta ko'chat ekilgan. 500 kilo 500 kilo sotiladi. O'rtacha 1 kilodan har bir tupdan uzilyapti. 3 kun 4 kun oraladi. Narxi 4 mingdan. Xudo xolasa. Katta rahmat. Ixtiyor aka, Xudo barakasini bersin.